Yerim Angliyani setib olgan Li Jiaqingni siz tushunamsiz? 1928-yilda tug'ilgan Li Jiaqing bu yil 92 yoshda bo'lib, Amerika paycheki ilohiy Buffettga selishtirganda, Osiyalik bu kishi texi 2 yosh cho'ng. Li Jiaqing 14 yoshga kirganda turmushning majburlashi bilan o'qishdan to'xtab tirikchilik qilishga majbur bo'lgan. 1950-yili Amdala 22 yoshga kirgan Li Jiaqing o'zi yiqqan 7 ming Amerika dollari bilan Changjiang Sulyo zavodini qurdi. Uning oldin ko'rarligi va Shangang bozoridagi bo'shliq tufaylidan Sulyogul Li Jiaqingga necha 10 million Shangang puli foyda olib keldi. Changjiang zavodi ayni chog'da dunyo bo'yicha Sulyogul ishlab chiqaradigan eng chong zavod edi. Sulyogulni nurg'un kishilar tushunmasligi mumkin. Ochiqini aytganda Sulyo bilan yasalgan yolg'on gul. Li Jiaqingning haqiqiy bosh ko'tarishi yarmilik kasbi edi. Uning yarmilik kasbining bosh ko'tarishidagi siri amaliyotda nihoyat oddiy bo'lib, to'van bahoda setib olib, yuqori bahoda setish edi. Bu mo Li Jiaqing ishiltib odatlangan mablag' solish andishasi. 1967-yili Shangangda yer bahosi shiddat bilan tushib ketgan. Shuning bilan Li Jiaqing to'van bahoda zo'r turkumdagi yer zapasini setib olib, yer qiymati o'lgandan keyin ondan setib baho farqiga erishgan. 1989-yili bir qism chet el mablag' korxonalari ichki o'lkalardan chekinib chiqdi. Ammo Li Jiaqing aksi yo'l tutib, Jungoning ichki joylaridagi bozorlarga keng ko'lamda yurish qilib, birinchi septiki nurg'un shaharlarning yerlarini to'van bahoda setib olib, yer foydasining eshishiga asos soldi. Buning ichida eng belgi xarakterli tur shuki, u Beijing shahri markazining sharqiy Chang'an ko'chasidagi 100 ming kvadrat metrlik eng yoq joyini egallab, Osiyodagi eng dongli savdo imoratlarining biri bo'lgan Sharq maydonini qurib chiqdi. Hozir bu yerga dunyodagi 500 kishi korxona va har qaysi sohalardagi boshlamchi shirkatlar to'plashgan bo'lib, Quancheng shahrining belgisi deb ataladi. Yaqin yillardan buyon Li Jiaqingning nomi chiqqan bo'lsa-mu, amaliyotda Li jamiyati necha 10 million angliyalikning turmushini kontrol qilayotgan edi. Mo'ljallanishcha hozir Li Jiaqingning Angliyadagi mablag' so'masi 400 milliard Shangang puliga yetgan. Angliyada port elektr energiyasi, turbusiya, temir yo'l avosiya qatorliq jihatlarni o'z ichiga olgan asosli shirkatlarni setib olgan bo'lib, taxminan hisoblab ko'rsak, Angliyadagi 30% ga yaqin tabiiy gaz bozori, 40% dan ortiq telegraf bozori, 20% dan ortiq elektr kuchi bozori, 30% dan ortiq pristan kasbi. Angliyadagi pul topadigan kasblarning hammasi Li Jiaqing jamiyatining qo'lida. Bu xil mablag' solish ichki joylardagi mulkning silinishiga ergishib, davomli ko'paydi. Shunga Li Jiaqingni yerim Angliyani setib oldi desa ortiq ketmaydi. So'zlab mushar kelganda siz Li Jiaqingni faqat zirak savdogarlar deb qaramsiz. 1980-yili fond jamiyati qo'llab hozirgacha Li Jiaqing jamiyatga necha 10 milliard yuan iyona qildi. U fond jamiyatining 80% dan ko'proq iyona pulini Buyuk Junxo rayoniga ishlatdi. 20% dan eshib ketmaydigan qismlar chet elda qoldi deb belgilagan. Zo'r miqdordagi xayrisi xavat mulkiga selishtirganda Li Jiaqingning jamiyatga texim zo'r tuhfa qo'shishi, uning ma'naviy jihatdagi o'zini beg'ishlash madaniyatidir. Xuddi ilgari Li Jiaqing Jungolik kotibay bo'lish salohiyati bilan meni rag'batlantirib, sonsizlagan kishilarning ma'naviy tuyruq va tajriba bilan ta'minligiga o'xshash. Bugungi kunda Li Jiaqing Jungoliklarning oqko'ngil bo'lishdek fazilati bilan kishilarni yetaklab, texmi ko'p kuch-qudratga ega kishilarni muvaffaqiyatga erishtirish bilan birga jamiyatga baxt yaratishga ilhomlantirmoqda. Bu xil ma'naviy qatlamdagi aktiv kuchning ta'sirini Li Jiaqingning Junxo millatlari, hatto texmi ko'p dunyo qo'shgan eng zo'r tuhfasi deyishga bo'ladi. Bu son mazmun mushada yoqlashdi. Agar sinchiq salonning mazmunini yoqtirsangiz, yulduz belgisi yoritib qo'yishni unutmang.